Uyingizga sehr qilinganni 4 ta alomati oxirida davosini aytib ketaman. Birinchi alomat, agar uyingizga sehr qilingan bo'lsa, bu uydan janjal tinmaydi. Har kuni urush, er-xotin, aka-uka, ona-bola. Lekin uydan chiqishi bilan hamma ahil-inoq. Ikkinchi alomati, ko'chadan yaxshi bo'lib kelasizda, uyga kirsangiz boshingiz og'rib qoladi. Oyoqlaringiz og'riydi va dangasaligingiz tutib qoladi. Hech narsa qilgingiz kelmaydi. Va uydan chiqishingiz bilan hammasi yana yaxshi. Uchinchi alomat, uyingizga kelgan mehmon bosh og'rig'iga shikoyat qiladi va uyingizga mehmon kelmay qo'yadi. Oldinlar hamma qarindoshlaringiz sizni uyingizga to'planilgan, endi esa 1 yilda bittasi ham kelmaydi. Va to'rtinchi alomat, uyingizga sehr berkitilgan bo'lsa, sizni uyda ko'p qora bosadi. Yomon tushlar, yomon uyqular. Aynan shu kabi sehrlar, uyga berkitilgan, yedirilgan sehrlarni Telegram kanalimizda bepul muolajalar o'tkazib davolayapmiz. Mana shu sanab o'tgan alomatlarimi qaysinisi sizda bor? Yozib keting. Foydan tegishi aniq va Telegram kanaliga o'tishda esingizdan chiqarmang.